Salom do'stlar, sizlar bilan Iminov DLC yangiliklar kanalida. Xo'sh do'stlar, bugungi videorolikimizda biz sizlar bilan Dream League Soccer 2025 o'yinida, ya'ni DLC 25 o'yinida biz sizlar bilan bir obunachimizning akkauntiga ajoyib narsani qilamiz, ya'ni Messini full qilamiz do'stlar. Xo'sh, obunachimizga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Obunachimizning ismi Muhammad Amin. Agar mana shu videorolikni ko'rayotgan bo'lsangiz, sizga kattakon minnatdorchiligimni bildiraman. O'zimning minnatdorchiligimni, kattakon rahmat kontent uchun, obunachilarga mana shunday kontent yaratib berganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Xo'sh, bugungi videorolikimizda biz sizlar bilan mana shu Messini full qilamiz do'stlar. Videorolikni boshlashdan albatta videorolikka like bosib, kanalimga obuna bo'ling. Qanday biz videorolikni boshladik. Aziz do'stlar, kimga sezon pass va boshqa har xil sezon passga o'xshagan aksiyali donatlar kerak bo'lsa, bemalol mana shu meni ekraningizdagi meni o'zimni shaxsiy Telegram lichimga murojaat qilishinglar mumkin. Sezon pass, har xil mana bu aksiyalar, aytaylik mana bu olmoslar, tangalar, naborlar, stiker, stadion, balobatlar hammasini ishonchli va tez ravishda arzon narxlarda olib beramiz. Muhimi ishonchli va 100% halol. Bemalol ekraningizdagi meni Telegram channelga yozishingiz mumkin. Mana o'zim chiqarib qo'yaman, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mashinik fake akkauntlarga ishonib qolmanglar do'stlar. Muhimi ishonchli va 100% halol ravishda biz sizlarga donat qilib beramiz. Hammangizni kutib qolamiz. Kimga donat qilish xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol meni lichkamga yozishingiz mumkin. Xo'sh do'stlar, obunachimiz yetarlicha trenerlar yig'ib qo'yibdi. Mana ko'rib turibsizlar. Menimcha mana shuni o'zi yetarli degan umiddaman. Messidan maksimal darajada 7 ta 100 chiqarishga harakat qilamiz, lekin bu ilojsiz bo'lsa ham, lekin biz harakat qilib ko'ramiz do'stlar. Xo'sh, qanunda Messini kuchaytirishni boshladik. Ovozlar normadami? Qani? Ovozlar normada. Boshladik. Xo'p, legendarnidan boshlaymiz. Wow, Messi, Lionel Messini ko'rib turibsizlar. Obunachimiz Messini sotib olgan edi. Pas, udar, kontrol, hop va charchab qolmasligiga beramiz do'stlar. Wow, qani Messi ketdi. Biroz bizda internet biroz qotyapti do'stlar. Hechqisi yo'q. Hozir albatta yaxshilanib qolsa kerak. Boshidan qilamiz. Messi, hop, pas, udar, kontrol va charchab qolmasligiga beramiz do'stlar. Va Messidan bitta kuchaytirishni o'zida 200 chiqardik do'stlar. Nima bu do'stlar? Bilmayman, lekin men ham o'zim akkauntimga olgim kelib ketyapti. Xo'sh, ikkinchi kuchaytirgich. Qani ketdik. Messi, sila, skorost va pasiga beramiz do'stlar. Qani gol. Va prorivga tushdi do'stlar. Bu juda ham ajoyib proriv, bizga hozirgi paytda juda ham kerak edi. Va Messi 91 bo'lib ketdi. Wow. Havas ketyapti-da, havas do'stlar, akkauntga havas ketyapti. Qani Messini yana davom ettiramiz kuchaytirishni. Win, ускорение, pas va tezligiga beramiz albatta. Qani go. Va Messi yaxshigina full bo'lyapti do'stlar. Yaxshi, yomon emas, zo'r full bo'lyapti desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Xo'p, yana bitta kuchaytiramiz. Qani go. Ускорение, charchab qolmaslik, tezlik hamda silaga tushiramiz do'stlar. Qani go. 4 ta. To'ralasi ham faqat tepasiga bo'lyapti va Messidan va nihoyat почти 100 chiqdi hamma joydan. Hop, qani ketdik. Endi ikkitali trenerlardan foydalanamiz. Sila, ускорение, qani go. Voy do'stlar, biz biroz xato qildik do'stlar. Hozir biz agar Messini tepasiga kuchaytiradigan bo'lsak, bittalik kuchaytirgich berishimiz kerak bo'ladi. Nima qilsak bo'lar ekan? Yoki mana shu tarzda davom etaveramizmi? Qani 1 2 va yana mana shu winga tushirsak bo'lar ekan. Va to'g'ri do'stlar, hammasi to'g'ri. Va Messi tez orada xudo xohlasa full bo'lib qoladi. Messidan уже 6 ta 100 chiqdi do'stlar. Bitta rasmga olmasak bo'lmaydi buni. Ideal prosta. Mana shu holatda ham bilasizlarmi? Ancha-muncha futbolchidan zo'r edi. Ancha-muncha emas, balki hamma futbolchidan zo'r o'ynaydi desak ham mubolag'a emas. Mana Neymarni 95lik bilan solishtiradi do'stlar. Qanaqa zo'r, qanaqa ideal. Vinicius ham yomon emas, yaxshi. Messini ko'rib turibsizlar. Bay. Kuchaytirishda davom etamiz do'stlar. Qani
Sila. Qani yana bitta Silaga beramiz ekan va Silaga o'pishida 6 ta qo'shildi. Wow, ajoyib. Yana bitta qoldi. Wow, Messi full bo'lmay qoldi shekilli. Mayli, chiqsa yo'q, donat qilib yuboramiz. Silaga, yana bitta Silaga. Va Messiga yana +6 qo'shilmoqda. Shu bilan Messining reytingi 96 bo'lib ketdi do'stlar. Endi trenerlar qolmadi, nima qilamiz? Endi donat qilamiz do'stlar. Kimga yana mana shunaqa donat xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol menga murojaat qilishingiz mumkin. O'zini narxidan arzonroq narxga albatta olib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, bu yerda bizni albatta Face ID'mizni so'rayapti va mana donat ham qildik trener. Ish qilib trener donat qildikmi? Hop. Biroz kutish kerak do'stlar. Biroz kutish kerak. Mana shunaqa donatlar, stikerlar, sezon pass va har xil donat xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol meni Telegram linkimga yozishingiz mumkin. Hammasi ishonchli, 100% halol, tezkor va arzon narxlarda do'stlar. Hammangizni kutib qolamiz. Bemalol meni o'zimni shaxsiy Telegram linkimga yozishingiz mumkin do'stlar va biz donat qilib bo'ldik. Mana do'stlar, olinda trenerlar endi Messini oxirigacha full qilib qo'yamiz do'stlar. Menimcha mana bu ikkitalikdan kuchaytirib full qilganimiz yaxshimikan yo +6 bo'lsa 94 bo'ladi, da yetib qolar ekan. Mana bu ikkita trener. Keyingi safar xudo xolasa boshqa birortasini full qilganimizda albatta ishlatamiz. Xo'p, Messi, yana Messi. Messining silasi mana ko'rib turganingizdek 90+ darajasiga yetdi. Wow. Afsuski undan 7 ta 100 chiqmaydi Ronaldo kabi, lekin mana shu holatda ham ancha-munchasidan zo'rin do'stlar. Ronaldodan ham yaxshi o'ynab qo'yish mumkin. Ronaldoning silasi kuchliroq bo'ladi. Endi hayotda ham kuchliroqda silasi. Hop, yana Sila, qani go. +6 qo'shilchi juda ham zo'r bo'lardi va Messi bizda full bo'ldi do'stlar. 97, bundan u yog'iga bormaydi Messi. Maksimal darajada full qildik do'stlar. Bitta rasmga olib qo'yamiz. Wow, ideal, prosta ideal. Hop, mana Messi super ideal holatda full bo'ldi Messi. Messining HD kartasini rasmga olishimiz kerak do'stlar. Mana bu yerdan. Nima uchun? Video ustiga logotip yasashda kerak bo'ladi. Mana shu rasmni olib olishimiz kerak. Ya'ni rasmi yaqinroq turibdi ekranga va u sifatliroq bo'ladi. Aytgancha, obunachimiz mendan bir narsani iltimos qilganda, ya'ni akkauntini YouTube ga obzor qilib berishim kerak edi. Mayli do'stlar, hozir biz obunachimizning akkauntini obzor qilib beramiz do'stlar. Xo'sh. Bu yoqqa bunday, mana bunday qilamiz. Qo'lim yaxshi kuchaymagan ekan. Xo'p, bu yoqqa kimni tushiramiz? Ikkita Messini tushirib bo'lmaydi, menimcha. Menimcha emas, o'zi vaqti tushirib bo'lmaydi, qani? Ha do'stlar, ikkita Messini tushirib bo'lmas ekan, mana shu holatda hozir akkauntini obzor qilamiz do'stlar. Xo'p, Vinicius Juniordan darvozabondan boshlasak, darvozabon Alisson Becker hamda u bo'ladi, yomon emas, yaxshi kuchaygan. Xo'p, ana endi Ashraf Hakimiga keladigan bo'lsak, u ham juda ham yaxshi kuchayibdi, to'g'risi. Meni akkauntimdan sal pastroq kuchaygan, lekin mayli, yomon emas. Xo'p, William Saliba atbori 93, yaxshi, yomon emas. 90 dan baland bo'lsa bo'ldi gramisi. Va Virgil van Dijk, to'g'risi form boost bergan ekan. Balkim haqiqatda 500 chiqqandir. Endi Rudigerga keladigan bo'lsak, Rudiger ham ideal full bo'libdi, ajoyib. Ana endi Rodrigo o'tamiz. Rodrigo qanaqa kuchayibdi? Rodrigo 300 chiqqan, udarlari 80, ajoyib, ideal. Xo'p, ana endi Muhammad Salah. Muhammad Salah ham yomon emas. Yomon emas, juda ham yaxshi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Juda ham yaxshi. Prinsipi o'ng qanotni bemalol yopa oladi. Ana endi Neymar Juniorni boya reytingini ko'rdik. Udari 100 bo'lgan, eng asosiy narsalar 100 bo'lgan. Pas to'g'risi unaqa 100 bo'lishi shart emas, chunki pasni tak yaxshi beradi Neymar. Endi charchab qolmasligini ham 100 qilib qo'ysa zo'r bo'lardi, lekin mayli, mana shu holatda ham Neymar ajoyib o'yinlar ko'rsata oladi. Ana endi Vinicius Juniorga keladigan bo'lsak, wow, Vinicius Junior почти 600 chiqqan, mana shu 95lik kartasidan ham. Harry Kane'ning udari 96 bo'libdi, pas hamda kontrol 89 dan. Bu ham yaxshi. Messini hozir kuchaytirdik. Prosta gap so'z bo'lishi mumkin emas. Messi ideal. Holland to'g'risi menga uncha yoqmadi. De Bruyne yaxshi kuchayibdi. Lewandowski bunga ham form boost berildi. Kylian
To'g'risi menga Kylian Mbappeni kuchi ekani yoqmadi, lekin mana shu holatda ham yaxshi o'ynasa kerak. Ana endi Thibaut Courtois ham yaxshi kuchayibdi. Endi Varatani to'g'ri kuchaytirishni iloji yo'q. Federico Valverde prinsipi yomon emas, yaxshi. Karim Benzema sal tuftaroq ful bo'pti. Xo'p, Bruno Fernandes. Bruno ham yaxshi. Sal yomonroq, menga to'g'risi uncha yoqmadi. Xo'p, ana endi nimalar bo'lib ketdi? Jude Bellingham tezliklari 90 dan bo'lsa, tezliklari 90 dan bo'lsa zo'r bo'lardi. Lekin mana shu holatda ham xolos yaxshi o'ynaydi. Lautaro yaxshi kuchaymabdi to'g'risi. Xo'p. Teo Hernandez ham 400 ideal. Bruno, Bernardo Silva. Mana shu ikkalasini doim alishtiraman. Bernardo Silvadan yaxshi bitta ham chiqmabdi-ku, lekin uncha yoqmadi menga Bernardoni. Rafael Leao. Udarlari 90 plus bo'lganda juda ham yaxshi kuchaygan bo'lardi. Viktor Gyökeres ideal, просто ideal. To'g'risi 500 chiqarsa bo'lardi, lekin sal qiyinroq. Xo'p, Eder Militao. To'g'ri aytaman, sal tufta. Sal emas, ancha tufta. Rodrigo yaxshi, zo'r даже desam ham bo'ladi. Endi nimalar bo'lib ketyapti? Toni Kroos afsona. Futbol faoliyatini yakunladi. Pas 100 bo'libdi, glanisti. Pas berish 100 bo'lsa bo'ldi. Qolgan narsa Toni Kroosga kerak emas. Ederson tezliklari yaxshi, pas berishlari yaxshi. Prinsipi yomon emas, yaxshi. Endi Cristiano Ronaldoga keladigan bo'lsak, tezlik udar почти 100 bo'libdi. Zo'r. Grimaldo sal yomonroq kuchayib qolibdi. Carvajal zo'r kuchayibdi. Xo'p. Casemiro bo'ladi, yomon emas. Alaba sal tuftaroq. Xo'p. Bilin nimalar bo'lib ketyapti derasaga. Joao Cancelo bu ham sal tuftaroq kuchayibdi. Antoine Griezmann uni kuchaytirishda davom etyapti ekan. Xo'p. Luka Modric prinsipi yomon emas u ham. Kim Min-jae 400 chiqibdi va atbori 88 bo'lib qolibdi-da. 90 plus bo'lganda zo'r bo'ladi. Raheem Sterling tezliklari 100 ideal. Kyle Walker prinsipi yomon emas, yaxshi. Asosiy tarkibga qo'yib qo'yamiz. Lionel Messi 96 kartasi zo'r kuchayibdi. Messi tezligi sal yomon bo'lib qolibdi-da. N'Golo Kante yomon emas, yaxshi. Bu yog'i endi kuchaymagan futbolchilar do'stlar. Xullas, obunachimizning akkaunti 96.3 bo'lib ketdi. Просто bomba. Videoni boshida necha edi bilmayman. Qani Luch sostav qilib ko'ramiz, qani. Hop, mana shu sostav Luch ekan. Obunachimizga kattakon rahmat. Videorolik sizlarga yoqdi degan umiddaman. Videorolik mana shu narsalardan iborat edi. Sizlar bilan har doimgidek Iminov Diliz yangiliklar ekan bo'ldi. Hammangizga xayr, sog', salomat bo'linglar.